Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Salom alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Shukr, rahmat. Tanidingizmi meni? Ha, tanıdım. Kimman? Islam Power. Islom Power. Aka, sizga juda ham qiyin bo'lyapti-da. Islom Power kanalida 4 ta Damas o'yindan nechta bilet olgansiz? To'xtang, qayerdansiz so'raylik oldin. Qoraqalpog'iston, Ko'jeli. Qoraqalpog'iston. Qaysi rayonidan Qoraqalpog'iston? Ko'jeli. Men tushunmadim aka. Ko'jeli. Ha, xullas Qoraqalpog'istondansiz. Hozir qayerdasiz? Ha. Moskvada. Moskvada. Aka, Islom Power kanalidan 4 ta Damas o'yinidan nechta bilet olgansiz? 4 ta. Nechinchi raqamlar? Bitta aytib yuboring. 3568. Aha. 3902. Aha. 12. Bo'ldi. Mana 3902 mana shu raqammi? Ha, shu raqam. Aka, qachondan beri o'ynab kelasiz bizning o'yinimizda? İkinci marta, üçüncü martadan aldım. Aka, tabriklaymiz. Damas avtomobili muborak bo'lsin. Rahmat. 4-sovrin Damas avtomobili chiqdi. Tabriklaymiz. Rahmat. Sizga kim tavsiya qildi? O'zingiz ko'rib o'yinda ishtirok etdingizmi yoki kimdir tavsiya qildimi bizning o'yinimizni sizga? Ya, o'zim ko'rib o'ynadim. Qayerdan ko'rdingiz? YouTube'danmi? Ha, YouTube'dan ko'rdim. Bu aldab ketadi deb o'ylamadingizmi? Balki mashinlik bo'lishi mumkin deb. Siz Qoraqalpog'istondan bo'lsangiz, biz Qashqadaryodanmiz. Yo'q, men o'tgan yil o'ynadim bu sizdan. O'ynadim ko'p. O'tgan yil polni o'ynadim sizdan. Ha, o'tgan yil ham o'ynagansizda. Ha, o'ynadim. O'tgan yil ham o'ynadim. Ha, yaxshi. Yaxshi aka, tabriklaymiz. Mashina muborak bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Mana shu sizning mashina yutishingizga sababchi bo'lgan insonlar kuzatib turishibdi. O'zingizga o'xshagan musofir aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, shularga rahmatli tilaklaringiz bo'lsa, o'yin haqida fikringiz bo'lsa, eshitamiz aka. Aka, eshitmadingizmi deyman meni? Naushnikni chiqarib oling bo'lmasa. Eshitmayaptim. Naushnik bilan ishlamaydi telefon. Ha, naushnik bilan. Endi eshitibdi. Qarang aka. Sizni mashina yutishingizga sababchi bo'lgan insonlar kuzatib turishibdi. Rossiyada yurgan shu musofir aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz o'z hissasini qo'shganlar. Shularga rahmatingiz, tilaklaringiz bo'lsa, keyin o'yin haqida fikringiz bo'lsa, eshitamiz aka. Endi hammaga omad. Ishonib o'yla. Bunda ko'p gapiryapman-da. O'zi ham borki, o'zi ham birinchi prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Islom Karimovga o'xshab ketayotgansiz. Turishingizdan. Oldin ham kimdir ham aytganmi shunaqa deb? Aytgan. Ko'pchilik o'xshatishganmi?
Qarindoshchilik joyingiz yo'qmi prezident bilan? Ya. Mayli aka, tabriklaymiz yana bir bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizning nomimizdan kimdir chiqib pul so'rasa, payshi olding chorniga tiqib tashlang. Chunki bizga hech qanday to'lov yo'q aka. Bilasiz? O'zimiz aloqaga chiqamiz. Bilet olgan raqamimizdan yoki men aloqaga chiqaman. Hech kimga hech qanday to'lov yo'q aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Rahmat. Yaxshi, bo'ldi. Bo'pti, mayli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli.